Putin diplomatlari AQSh bilan muzokaralar chog'ida janjallashib qoldi. Rossiyada qancha o'zbekistonlik borligi ma'lum qilindi. Kecha Rossiya Krivoy Rogga yana qaqshatqich zarba berdi. Qurbonlar juda ko'p. Prezident qizi Saida Mirziyoyevani Ursula von der Leyen bilan tanishtirdi. Yaqin kunlarda Putin va Tramp o'rtasida telefon suhbati bo'lishi mumkin. Endi esa batafsil. Hasan, uni qara. Nima deysan, ha? Uyga pul yuborish uchun ertalab bankka bormoqchi bo'lyaptimi-deng? Xo'sh, nima qilibdi shunga? Buni qara, tezda degan programma topdim. Bu programma bilan Rossiyadan O'zbekistonga, O'zbekistondan Rossiyaga yaxshi kurslarda pul yuborsa bo'lar ekan. Kerak emas, bir dunyo ma'lumot so'raydi bunaqa programmalaring. Qo'ysang-chi. Yo'q, bu вообще zo'r. Просто bir marta registratsiyadan o'tasan, bo'ldi. Uyga bemalol pul jo'nataveramiz. Zo'r. Tezda Rossiyadan O'zbekistonga tezkor pul o'tkazmalarini amalga oshiruvchi dastur. Putin diplomatlari AQSh bilan muzokaralar chog'ida janjallashib qoldi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin AQSh bilan muzokaralar olib borish uchun Saudiya Arabistoniga bir-biri bilan ziddiyatga borgan diplomatlarni yubordi. Bu haqda manbalarga tayanib agentство nashri xabar berdi. Manbalarga ko'ra, shaxsiy adovat fonida rossiyalik diplomatlar amerikaliklarning ko'z o'ngida stul uchun janjallashgan. Dastlab muzokaralar uchun faqat tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov va Putinning yordamchisi Yuriy Ushakov borishi kerak edi. Biroq Rossiya hukumatati to'satdan delegatsiya tarkibiga o'zining maxsus vakili Kirill Dmitriyevni qo'shgan. Ammo Sergey Lavrov bu haqda ogohlantirilmagani aytilmoqda. Natijada Rossiya tashqi ishlar vaziri jazavaga tushgani va Dmitriyevga muzokaralar xonasida stul berishdan bosh tortgani ma'lum qilindi. Amerikaliklar vaziyatni hayron qolgancha kuzatgan. Ta'kidlanishicha, Lavrov stulni stoldan surib, agar u ishtirok etishni istasa, Vladimir Vladimirovich bu haqda shaxsan menga aytsin degan u. Shundan so'ng Dmitriyev jurnalistlar bilan suhbatlashish uchun zaldan koridorga chiqib ketgan. Hamma Putinning oldiga birma-bir boradi. U esa hammaga har xil gaplarni aytadi. Shu sababli ham hech kim muzokaralarda Rossiyaning talablarini aniq ifodalay olmayapti, dedi agentство suhbatdoshlari. Washington bilan muzokaralarda Dmitriyevning muhim rol o'ynashi haqidagi ma'lumotlarning asosiy manbai G'arb ommaviy axborot vositalari edi. U Rossiyaning AQSh bilan muzokara strategiyasi muallifi sifatida tilga olingan. Biroq yuqori maqomiga qaramay, Ar-Riyoddan olingan kadrlarga ko'ra, Dmitriyev 18 fevral kuni bo'lib o'tgan uchrashuvda muzokara stoliga o'tirmagan. Rossiyada qancha o'zbekistonlik borligi ma'lum qilindi. Rossiyada 2024-yil yakuniga ko'ra 6.300.000 nafar chet ellik fuqarolar yashamoqda. Ulardan 1.400.000 nafari o'zbekistonliklar. Bu haqda Rossiya ichki ishlar vazirining birinchi o'rinbosari Aleksandr Garavoy Sankt-Peterburgda o'tkazilgan 9-mehnat forumida ma'lum qildi. Yangi yil arafasida Rossiya Federatsiyasi hududida 6.300.000 xorijiy fuqaro bo'lgan. Bu o'tgan yilga nisbatan 5.1% ga ko'p. Ularning aksariyati 89.2% qonuniy asosda bu yerda bo'lib turibdi, dedi u. Garavoyning eslatishicha, taxminan 5-6 yil avval Rossiyada noqonuniy yashayotgan xorijiy fuqarolar soni 30% gacha yetgan. Rossiyada yashayotgan xorijliklarning qariyb 60% bu O'zbekiston, Tojikiston va Qozog'iston fuqarolari, deya qo'shimcha qilgan u. Garavoyning so'zlariga ko'ra, 2024-yil davomida Rossiyaga 9.500.000 dan ortiq kishi kirgan. Ularning 37.9% ishlash maqsadida, 4.2% o'qish uchun, 5.7% turistik maqsadlarida va deyarli 30% shaxsiy tashrif bilan borgan. Rossiya Krivoy Rogga yana zarba berdi. 2025-yil 4-aprel kecha juma kuni Rossiya Krivoy Rogga yangi raketa zarbasi berdi. Krivoy Rog mudofaa kengashi raisi Aleksandr Vilkulning shu kuni yarim tunda xabar berishicha, hujum oqibatida kamida 19 kishi, jumladan 9 nafar bola halok bo'lgan. Yana 56 kishi jarohatlangan. Bir nechta manbalar darhol Megellan restorani yonida rus raketasi portlagani haqida xabar bergan.
O'z navbatida Dnipropetrovsk viloyati ma'muriyati rahbari Sergey Lisak shaharda 20 ga yaqin ko'p qavatli uy, 30 dan ortiq avtomobil, ta'lim muassasalari va umumiy ovqatlanish obyektlari zarar ko'rganini ma'lum qildi. Vladimir Zelenskiy Krivoy Rogga qilingan hujumni qoraladi. Rossiya har kuni zarba beradi. Har kuni odamlar halok bo'lmoqda. Buning davom etishiga birgina sabab bor. Rossiya o't ochishni to'xtatishni istamayapti va biz buni ko'rib turibmiz. Buni butun dunyo ko'rib turibdi. Har bir raketa, har bir hujumkor dron Rossiya faqat urushni xohlashini isbotlaydi, deb yozgan Zelenskiy. Uning so'zlariga ko'ra zarba turar joy binolari joylashgan hududga berilgan. Bir kungina avval Rossiyaning shaharga bergan zarbasi oqibatida kamida 4 kishi halok bo'lgan, yana 14 kishi yaralangan edi. Prezident qizi Saida Mirziyoyevani Ursula von der Leyen bilan tanishtirdi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev to'ng'ich qizi, Prezident yordamchisi Saida Mirziyoyevani Yevropa Komissiyasi Prezidenti Ursula von der Leyen va Yevropa Kengashi Prezidenti Antonio Costa bilan tanishtirdi. Bu haqda Mirziyoyeva o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida yozdi. Forum doirasida Yevropa Kengashi Prezidenti Antonio Costa va Yevropa Komissiyasi Prezidenti Ursula von der Leyen bilan shaxsan tanishganimdan mamnunman. Ursula von der Leyen xonimning yetakchiligi va iqlim kun tartibini ilgari surishdagi izchilligi ilhom bag'ishlaydi hamda samarali xalqaro hamkorlikka bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi, deb yozdi Saida Mirziyoyeva. Ma'lumot uchun Antonio Costa va Ursula von der Leyen 2 aprel kuni Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi formatidagi 1-oliy darajadagi sammitda qatnashish uchun Samarqandga keldi. 3 aprel kuni Shavkat Mirziyoyev Antonio Costa va Ursula von der Leyen bilan uchrashuv o'tkazdi. Ularning huzurida Toshkentda Yevropa investitsiya bankining mintaqaviy ofisini ta'sis etish to'g'risida bitim imzolandi. Yaqin kunlarda Putin va Tramp o'rtasida telefon suhbati bo'lishi mumkin. Rossiya va AQSh prezidentlari shu hafta yoki kelasi hafta boshida telefonda so'zlashishi mumkin. Bu haqda Politico nashri Yevropadagi manbalarga asoslanib xabar bermoqda. Tramp va Putin o'rtasidagi navbatdagi telefon suhbati ushbu dam olish kunlaridan oldin yoki keyin o'tkazilishi kutilmoqda, deya ta'kidladi nashr. Donald Tramp prezidentlik lavozimiga kirishgandan beri Rossiya va AQSh rahbarlari 2 marta muloqot qilishgan. Birinchi telefon suhbati 12 fevral kuni bo'lib o'tgan. O'shanda Putin va Tramp Ukraina inqirozini hal etish masalasini muhokama qilgan. Shuningdek, aloqalarni davom ettirish, jumladan shaxsan uchrashuvni tashkil etish bo'yicha kelishib olishgan. Ikkinchi suhbat 18 mart kuni o'tkazilgan. Bu safar Putin boshqa masalalar qatorida mojaro tomonlarning 30 kun davomida energiya infratuzilmasi obyektlariga hujum qilishdan o'zaro voz kechish g'oyasiga ijobiy munosabat bildirgan va harbiylariga tegishli ko'rsatma bergan.